O'zbekiston o'z tarixidagi ilk jahon chempionatiga tayyorlanmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada va Meksika hamkorligida o'tkaziladigan uzoq kutilgan 2026-yilgi FIFA jahon chempionati ishtirokchilarining rasmiy ro'yxati tasdiqlandi. Ushbu nufuzli turnir dunyoning turli burchaklaridan millionlab ehtirosli muxlislarni o'ziga jalb etib, jahon futbol taqvimida eng muhim va eng tomosha qilinadigan voqealardan biri bo'lib qolmoqda. Mamlakat sport tarixidagi tarixiy voqea sifatida O'zbekiston milliy terma jamoasi o'z tarixida ilk bor jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Oq bo'rilar K guruhidan joy oldi va u yerda xalqaro maydondagi kuchli raqiblarga qarshi maydonga tushadi. Ularning guruh bosqichidagi raqiblari qatoriga futbol gigantlari Portugaliya va Kolumbiya, shuningdek matonatli Kongo milliy terma jamoasi kiradi. Ushbu misli ko'rilmagan ishtirok o'zbek futbolini yuksaltirish va sportning eng yuqori darajasida bebaho tajriba orttirish uchun ulkan imkoniyat yaratadi. Seskori Tuxsan sport tahliliy nashri yaqinda K guruhining ehtimoliy g'oliblari bo'yicha o'zining statistik bashoratlarini e'lon qildi. Ularning batafsil tahliliga ko'ra, Portugaliya 64% ehtimollik bilan guruhda peshqadam bo'lish uchun yaqqol favorit hisoblanadi. Kolumbiya 32% imkoniyat bilan birinchi o'rinni egallash bo'yicha ikkinchi o'rinda bormoqda. Shu bilan birga Kongoning guruhda g'alaba qozonish ehtimoli 3% ga baholangan. Ayni paytda afsonaviy italiyalik murabbiy Fabio Cannavaro boshqarayotgan O'zbekiston milliy terma jamoasiga ushbu yuqori raqobatbardosh guruhda birinchi o'rinni egallash uchun 2% imkoniyat berilgan. Bo'lajak jahon chempionati 2026-yilning 11-iyunidan 19-iyuliga qadar bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Bir oy davom etadigan ushbu futbol bayrami davomida ishtirokchi davlatlar nafaqat bosh sovrin uchun shiddatli kurash olib boradilar, balki butun dunyoning muxlislar uchun esda qolarli va hayajonli o'yinlarni namoyish etadilar. O'zbekiston uchun ushbu ulkan sahnaga chiqish uzoq kutilgan orzuning ushalishini anglatadi. Chunki jamoa o'zining haqiqiy salohiyatini ko'rsatishga va sodiq muxlislari uchun tarixiy g'alabalarga erishishga intilmoqda.